Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Shaxsiy fikr kanalining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomiz mavzusi Donald Tramp va Vladimir Putinlarning o'rtasidagi o'yinlariga, so'z o'yinlariga bag'ishlanadi. Demak, so'nggi paytlarda ko'rib turibmiz, ko'plab ommaviy axborot vositalarida ham tahlilchilar ham aytyapti, Tramp maksimal darajada Vladimir Putinning ko'nglini olishga va uni tinchlik shartnomasiga rozi qilishga harakat qilyapti. Uning nimasida sha'niga iliq so'zlar gapiryapti, xuddi bir Ukrainaga qarshi Rossiyaga esa moyilligini ko'rsatib, Putinni sulhga majbur qilayotgandek go'yo. Bu masalada hattoki mana o'tgan hafta bo'ldi, adashmasam, Saudiyada AQSh va Ukraina vakillari uchrashib, bir oylik sulhga kelishdi. Va shundan keyin nima dedi? AQSh kotibi Rubio bayonot berib, mana biz Ukraina bilan sulhga kelishdik, endi navbat Putinga deb nima deydi? To'pni tomonga uloqtirdi. Ya'ni Vladimir Putinning javobini kutayotgan edi. Undan keyin esa Donald Tramp ham bayonot berdi. Biz Putin bilan gaplashdik, hammasi ijobiy, yaxshi va hokazo. Ko'rinib turibdiki, maksimal darajada Tramp Putinning ko'nglini olib harakat qilyaptiki, uni sulhga majburlashga. Lekin menimcha bu yerda Tramp juda katta xatoga yo'l qo'yyapti. Ya'ni Putinning nima deydi, siyosiy nimasini, tajribasiga past baho beryapti. Vladimir Putin, bilasizmi, deyarli 25 yildan beri mana shu siyosiy tizimdagi o'ta tajribali siyosatchi. Tramp bu siyosatga kelganiga, ya'ni davlat rahbari bo'lganiga tajribasi bundan oldin 4 yil, ya'ni 2016-yildan 2020-yilgacha davlatni boshqardi va o'sha yilda bilamiz, Amerika hukumatini boshqargan, ya'ni Qo'shma Shtatlarni boshqarganda prezident bo'lib, juda ham ko'plab xatolarga yo'l qo'ygan. Ya'ni muvaffaqiyatli boshqaruv deb bo'lmaydi uning birinchi prezidentlik davrini. Hozir ikkinchi prezidentlik davriga o'tirdi. O'rtada Baydenga yutqazdi. Lekin qarang, bu yerda bitta nimada Tramp haddan tashqari o'ziga ishonib yuboryapti. To'g'ri, u dunyodagi eng kuchli davlatning rahbari. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir dunyodagi eng kuchli davlat. Lekin agar siyosiy arboblarni yakkama-yakka oladigan bo'lsak, Donald Tramp Vladimir Putinning oldida hali ancha yosh bola. Ancha. Chunki Putinning 25 yildan ortiq tajribasi bor. Boya aytib o'tdik, juda ham iqtidorli, strategik davlat arbobi, siyosatchi. Hozir unga nima deydi, siyosiy o'yin qila, u bilan birma-bir tengma-teng siyosiy o'yin qila oladigan rahbar menimcha faqat Erdo'g'on bo'lsa kerak. Erdo'g'ongina Putin bilan bitta o'rinda turib gaplashib oladi. Qolganlari mana bu Tramp aniq qovun tushiradi. Hozir Tramp qanchalik nima deydi, Putinning ko'nglini olishga harakat qilmasin, mana men kelishib oldim, men unaqa qildim, ahvolimiz nima deydi, munosabatlarimiz yaxshi va hokazo deyishdan qat'iy nazar, Putin Trampning nog'orasiga o'ynamaydi. Kerak bo'lsa, Putin Trampning o'zini balalaykaga o'ynatishi mumkin. Ya'ni balalayka bilamiz, rus milliy nimasi, chalg'u asbobi. Hozir mana shunga qarab ketyapti. Tramp allaqachon o'zining ustun pozitsiyasini Putinga boy berib bo'ldi. Shunday ekan, endi Putinni majburlash qiyin sulhga. Bu kunday ravshan bo'lib ko'rinib turibdi. Tramp baribir ko'p populist, ko'proq katta-katta bayonotlar bergani bilan, bunaqa bayonotlarning juda ham ko'pini ko'rgan Vladimir Putin. Putin bilamiz, 2000-yillardan beri davlat boshqaruvida. Bu mana bu Sarkozy yoki bo'lmasam Germaniya kansleri Angela Merkel yoki bo'lmasam Italiyaning o'sha paytdagi bosh vaziri Berlusconi, mana shunday juda katta siyosiy arboblar bilan o'tirib, nima deydi, kelishuvlar qilgan, ya'ni o'ta tajribali siyosatchi. Hozirgi Trampning mana bu go'yoki uni avrab, aldab sulhga ko'ndirmoqchi bo'layotgan nomeri o'tmaydi. Putin juda ayyor. Shuning uchun o'ylaymanki, Trampning hozir qilayotgan go'yoki Putinning ko'nglini olishga qilayotgan harakatlari, ya'ni sulhga majburlashga harakat qilyapti, ko'ndirishga. Menimcha bu samarasiz, katta ehtimol bilan. Putin hozir sulhga rozi bo'lmaydi. Bu hattoki bir oylik sulhga ham rozi bo'lish ehtimoli juda qiyin.
Sababi hozir katta ehtimol bilan yo'q, uni oxirgi 1 oylikda ko'ryapmiz. Rossiya qurolli kuchlari tinmay oldinga siljayapti. Hatto Kurskda ham Ukraina qo'shinlari chekindi qisman, juda katta qismi. Frontda ham Ukrainaning ahvoli yaxshi emas. Ya'ni Vladimir Putin mana shunday to'liq ustunlikka, deyarli to'liq ustunlikka ega bo'lgan holda sulhga rozi bo'lishi, ya'ni Tramp mana shunday deb o'ylayapti-ku, Putin sulhga rozi bo'ladi deb. Bu g'irt ahmoqlik. Putin hech qachon, ya'ni ustun tarafda bo'layotgan tomon hech qachon sulhga rozi bo'lmaydi. Sulhga har doim zaif taraf rozi bo'ladi. Hozir vaziyat umuman boshqacha. Shunday ekan, katta ehtimol bilan sulh bo'lmasligi ehtimoli juda yuqori. Tramp esa allaqachon menimcha Putinning o'yin qolpiga tushib qoldi. Tramp hozir o'ylayapti, xuddiki Putinni bari avrayman, uni o'zimning yo'limga solaman deb o'zi Putinning kallasida katta ehtimol bilan xuddiki o'yin uning mana shu siyosiy o'yin, ya'ni Ukraina Rossiya o'rtasidagi, ya'ni AQSh mana shu uchlik o'rtasidagi o'yinni Tramp men boshqaryapman deb o'ylaydi, lekin allaqachon o'yin tizgini chiqib ketib Putin tarafiga o'tgan. Ayni vaqtda Putinning qo'lida o'yin tizgini va qisman Yevropaga o'tyapti. Yevropa chunki o'zining subyektligini ko'rsatdi. Bilamiz, o'tgan hafta Yevropa ittifoqi davlatlari harbiy byudjetni oshirishga va mudofaani nima deydi? Mudofaa salohiyatini oshirishga, mustahkamlashga kelishib olgan. Va hattoki Yevropa ittifoqi o'z mudofaa sanoatini rivojlantirish va mudofaa kuchlarini rivojlantirish uchun adashmasam $800 milliard shartnomaga nima deydi? Loyihani e'lon qildi. Bu juda katta ko'rsatkich. Hozir oxir-oqibat shunday bo'lishi mumkinki, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokaralarida AQSh emas, hatto Yevropa asosiy rolni o'ynab qolishi ham mumkin. Endi vaziyatni kuzatamiz. Qanchalik kim kimni nog'rasiga o'ynatadi? Putinmi yoki Trampmi? Hozircha Tramp go'yo o'zining xayolida Putinni avrayapti. Lekin katta ehtimol bilan allaqachon Vladimir Putin o'yin tizginini o'z qo'liga olib bo'lgan. Demak, bugungi suhbatimiz mana shulardan iborat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hadi baba, nima balo bo'lyapti o'zi? O'zingda, hamma ayb senda. Hukumat ishiga aralashmagin demaganmidim?